Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz uchun juda muhim va dolzarb mavzu haqida so'z yuritmoqchiman. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, diqqat bilan eshiting. Siz bir maygacha olishingiz shart bo'lgan maxsus to'lovlar haqida bilishingiz kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni bugun sizga batafsil tushuntirib beraman. Bu har bir son muhim bo'lgan hozirgi sharoitda juda muhimdir. Ko'pchilik bu to'lovlar haqida bilmaydi yoki ularni qanday olishni tushunmaydi. Natijada esa o'zlariga tegishli bo'lgan pulni ololmay qolishadi. Bugungi video aynan ana shunday tushunmovchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi degan umiddaman. Kanalimga hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot boshqalarga ham yetib boradi. Imkon qadar ko'proq inson bundan xabardor bo'lsin. Muammoning mohiyati va nimalar o'zgardi? Avvallari nafaqaxo'rlarga qo'shimcha to'lovlar, moddiy yordamlar odatda kamroq berilar edi yoki ularning berilish mexanizmlari unchalik shaffof emasdi. Ko'pincha nafaqalar standart tarzda to'lanib, alohida toifalar uchun mo'ljallangan. Muddatli qo'shimcha to'lovlar haqida ma'lumot yetarli darajada tarqatilmasdi. Bu esa ko'plab nafaqaxo'rlarning o'zlariga tegishli bo'lgan imtiyozli pullardan bexabar qolishiga sabab bo'lardi. Hujjatbozlik va murakkab byurokratik jarayonlar ham pul olishda to'siq bo'lib xizmat qilardi. Nafaqaxo'rlar ko'pincha har narsa o'z vaqtida bo'ladi deb kutib o'tirishga majbur bo'lishardi, lekin afsuski, ko'p hollarda kutish befoyda yakunlanardi. So'nggi yillarda vaziyat sezilarli darajada o'zgardi. Hukumatimiz, ayniqsa prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qator farmon va qarorlar, ijtimoiy himoya siyosatidagi tub islohotlar tufayli nafaqaxo'rlar uchun ko'plab yangi imkoniyatlar yaratildi. Bugungi kunda nafaqaxo'rlarga, ayniqsa aholining zaif qatlamiga mansub shaxslarga aniq maqsadli yordamlar ko'rsatishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Bu yordamlar ko'pincha muhim sanalar, milliy bayramlar yoki mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va mehnat faxriylariga bir martalik moddiy yordam berish an'anaga aylangan. Bu kabi to'lovlar endi nafaqat markazlashtirilgan tartibda, balki hududiy darajada ham faol ravishda amalga oshirilmoqda. Eng asosiy o'zgarishlardan biri shundaki, bu kabi qo'shimcha to'lovlar haqida aholini xabardor qilish mexanizmlari yaxshilanmoqda. Davlat tashkilotlari rasmiy saytlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalari orqali ma'lumot tarqatishga harakat qilmoqda. Biroq shunga qaramay, ma'lumotga ega bo'lmaganlar yoki uni tushunmaganlar haligacha ko'pchilikni tashkil etadi. Aynan shu sababli ham bugungi videoda sizga bir maygacha olinishi lozim bo'lgan maxsus summalar haqida juda batafsil tushuntirishga harakat qilaman. Chunki bu to'lovlar ko'pincha aynan bayram oldidan, ya'ni shu muddatgacha amalga oshiriladi. Bu ayniqsa o'z vaqtida maqsadli yordam ko'rsatishga qaratilgan yangi siyosatning bir qismi hisoblanadi. Batafsil tahlil, nimalarni bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas. Hozir esa eng asosiy qismga o'tamiz. Ya'ni bir maygacha qaysi maxsus to'lovlar berilishi kerak va kimlar bu to'lovlarni olish huquqiga ega. Bugungi kunda eng dolzarb bo'lgan va ko'pchilikni qiziqtirgan to'lov bu 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan beriladigan bir martalik moddiy yordamdir. Bu yordam asosan Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, nogironlari, urushda halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning oila a'zolari, shuningdek, boshqa qator imtiyozli toifadagi nafaqaxo'rlar uchun mo'ljallangan. Ammo bu ro'yxatga barcha nafaqaxo'rlar kirmaydi. Shuning uchun kimga berilishi va kimga berilmasligini aniq tushunib olishimiz kerak. Kimlar xavotirlanishi kerak? Ya'ni bu to'lovlarni olmagan bo'lsa, tezda harakatga kirishishi shart. Birinchi navbatda Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogironlari, shuningdek, ularga tenglashtirilgan shaxslar. Bu toifa doimo davlatimiz e'tiborida bo'lgan va eng katta miqdordagi moddiy yordamni aynan ular olishadi. Agar siz ushbu toifaga kirsangiz va aprel oyining oxirigacha pul kartangizga tushmagan bo'lsa, zudlik bilan tegishli choralarni ko'rishingiz lozim. Ikkinchidan, urush davrida front ortida mehnat qilgan faxriylar. Ularga ham har yili ma'lum miqdorda moddiy yordam beriladi. Ular ham o'z hisob raqamlarini tekshirib, agar pul tushmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishlari kerak. Uchinchidan, harbiy xizmat vazifasini bajarish chog'ida halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning oila a'zolari, ya'ni otalari, onalari, bevalari.
ularga ham alohida e'tibor qaratilib, moddiy yordam ko'rsatilishi belgilangan. 4-dan, nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar orasida alohida toifalar bor. Ba'zi prezident qarorlariga ko'ra, ma'lum bir nogironlik guruhiga ega nafaqaxo'rlarga ham bir martalik moddiy yordam berilishi mumkin. Bu ayniqsa birinchi guruh nogironlari yoki jiddiy kasalliklarga chalingan shaxslarga tegishli bo'lishi mumkin. 5-dan, yolg'iz, qarovchisiz qolgan keksalar va nogironlar. Mahalliy hokimiyat organlari va mahalla fuqarolar iginlari tomonidan doimiy nazoratga olingan bu toifadagi shaxslarga ham qo'shimcha moddiy yordam ko'rsatilishi mumkin. Ularning ro'yxati mahallalar orqali shakllantiriladi va pensiya jamg'armasiga taqdim etiladi. Agar siz ushbu toifaga kirib, pulni olmagan bo'lsangiz, mahallangizga murojaat qilishdan boshlashingiz kerak. 6-dan, agar siz oldinroq biror bir ijtimoiy dastur doirasida moddiy yordamga murojaat qilgan bo'lsangiz va o'shanda sizga pul o'tkazilishi kerak bo'lgan bo'lsa, lekin u hanuzgacha yetib kelmagan bo'lsa, bu ham xavotirga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zan to'lovlar texnik sabablarga ko'ra kechikishi yoki umuman o'tkazilmay qolishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas, ya'ni ular uchun bu to'lovlar avtomatik tarzda taqdim etilgan yoki ular ushbu toifaga kirmaydi. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan imtiyozli toifalardan biriga kirmasangiz, ya'ni oddiy nafaqaxo'r bo'lsangiz, demak, ushbu maxsus bir martalik to'lovlar sizga tegishli emas. Bu holda siz xavotirlanishga hojat yo'q, chunki bu to'lovlar barcha nafaqaxo'rlarga emas, balki faqat aniq belgilangan toifalarga beriladi. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalardan biriga kirib, lekin pul allaqachon bank kartangizga yoki pensiya daftarchangizga tushgan bo'lsa, demak, sizning ma'lumotlaringiz to'liq va tartibda bo'lgan, sizga to'lov avtomatik tarzda amalga oshirilgan. Bu holatda ham xavotirga o'rin yo'q. Keling, endi bir nechta hayotiy misollarga e'tibor qaratamiz, toki vaziyatni yanada aniqroq tushunib olaylik. Birinchi misol, Ikkinchi jahon urushi faxriysi Ahmad aka. Ahmad aka 95 yoshli Ikkinchi jahon urushi faxriysi Toshkent shahrida yashaydi. Uning nevarasi Malika bobosining nafaqa kartasini tekshirganida aprel oyining dastlabki kunlarida unga 2 so'm miqdoridagi maxsus to'lov tushganini ko'rdi. Bu pul prezident farmoniga asosan berilgan bo'lib, uning miqdori har yili belgilangan. Ahmad akaning ma'lumotlari pensiya jamg'armasi bazasida to'lov yangilanganligi sababli unga bu pul avtomatik tarzda hech qanday murojaatlarsiz to'lab berildi. Biroq Farg'ona viloyatida yashovchi boshqa bir faxriy Qodir aka bilan vaziyat biroz boshqacha bo'ldi. Uning ham yoshi ulug', lekin uning hujjatlari pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida oxirgi marta 5 yil oldin yangilangan edi. Pul aprel oyining o'rtalariga qadar uning kartasiga tushmagach, uning o'g'li pensiya jamg'armasiga borib murojaat qildi. Ma'lum bo'lishicha, Qodir akaning pasport ma'lumotlarida kichik bir o'zgarish bo'lgan, ammo bu ma'lumot tizimga kiritilmagan ekan. Hujjatlar joyiga qo'yilgach, 3 kun ichida to'lov amalga oshirildi. Ko'rib turganingizdek, ma'lumotlarning dolzarbligi juda muhimdir. Ikkinchi misol, yolg'iz nafaqaxo'r Oysha buvi. Oysha buvi 80 yoshli yolg'iz nafaqaxo'r Buxoro viloyatida istiqomat qiladi. Uning pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlari muntazam yangilanib boriladi, chunki u har yili mahalla fuqarolar igini tomonidan aniqlanib, ijtimoiy himoyaga muhtojlar ro'yxatiga kiritiladi. Unga 500 so'm miqdoridagi maxsus moddiy yordam avtomatik tarzda aprel oyining boshida to'lab berildi. Bu yordam hukumatning ijtimoiy himoyaga muhtoj yolg'iz keksalar uchun ajratgan mablaglari hisobidan amalga oshirildi. Ammo uning qo'shnisi Zaynab buvi ham yolg'iz, ammo uning ma'lumotlarida qandaydir noaniqlik bor edi. Uning farzandlari chet elda bo'lganligi sababli uning ro'yxatga olinishi biroz murakkablashgan. Unga pul tushmagach, u mahalladagi ijtimoiy xodim orqali pensiya jamg'armasiga borib, vaziyatni aniqladi. Ma'lum bo'lishicha, uning yolg'iz ekanligi haqidagi tasdiqlovchi hujjatlar ba'zida eskirgan edi. Tegishli hujjatlar yangilanib, ariza yozilgandan so'ng bir hafta ichida unga pul o'tkazib berildi. Uchinchi misol, nogironligi bor fuqaro Dilshod aka. 55 yoshli nogironligi bor fuqaro Dilshod aka Qashqadaryo viloyatidan. U guruh nogironi bo'lib, har oyda nafaqa oladi. Yangi prezident qaroriga ko'ra, ba'zi nogironlik guruhiga kiruvchi shaxslarga ham 300 so'm miqdorida qo'shimcha bir martalik to'lov belgilanishi kerak edi.
Lekin Dilshod aka ushbu ro'yxatga tushmagani sababli mahalladagi ijtimoiy xodim orqali pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. Ma'lum bo'lishicha, uning nogironlik guruhini tasdiqlovchi hujjat ma'lumotlar bazasida oxirgi marta 2020 yilda yangilangan ekan. Garchi u keyinchalik guruhini tasdiqlovchi yangi hujjat olgan bo'lsa ham, eski ma'lumotlar tizimda qolib ketgan edi. Yangi hujjat nusxasi taqdim etilgach, pensiya jamg'armasi xodimlari ma'lumotlarni yangilab, Tolov bir necha kunda uning kartasiga amalga oshirilishini ta'minladilar. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, ba'zida tizimdagi ma'lumotlar eskirishi, inson omili sababli xatolar yuzaga kelishi yoki shunchaki nafaqaxo'rning o'zi yetarli ma'lumotga ega bo'lmagani uchun pulni o'z vaqtida ololmasligi mumkin. Shuning uchun har bir nafaqaxo'r o'z huquqlarini bilishi va kerak bo'lganda ularni talab qilishdan tortinmasligi juda muhimdir. Qo'shimcha to'lovlarning aniq miqdorlari hukumatning tegishli qarorlari bilan belgilanadi va ular har xil toifadagi shaxslar uchun turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, Ikkinchi jahon urushi faxriylariga beriladigan summa boshqa toifalarga beriladigan summaga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Endi esa bu maxsus to'lovlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan istisnolar, e'tibor berilishi kerak bo'lgan tuzoqlar va kamroq ma'lum bo'lgan noaniq jihatlar haqida gaplashamiz. Bu sizga pulni olish jarayonida duch kelishingiz mumkin bo'lgan kutilmagan vaziyatlarga tayyor turishga yordam beradi. Istisnolar. Chet elda yashovchi nafaqaxo'rlar, odatda O'zbekiston hududidan tashqarida yashovchi fuqarolarga bu kabi bir martalik moddiy yordamlar taqdim etilmaydi. Istisno holatlar faqatgina ikki tomonlama shartnomalar yoki davlatlararo kelishuvlar doirasida bo'lishi mumkin. Agar siz chet elda yashasangiz va O'zbekistondan pensiya olsangiz, bu maxsus to'lovlar sizga tegishli bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Boshqa turdagi davlat yordamini oluvchi nafaqaxo'rlar, ba'zi nafaqaxo'rlar allaqachon juda yuqori darajadagi boshqa imtiyozlar yoki to'lovlarni olgan bo'lishi mumkin. Ba'zan bu kabi maxsus to'lovlar allaqachon yuqori darajadagi ijtimoiy himoya bilan ta'minlangan shaxslarga berilmasligi mumkin, chunki bu mablag'lar eng muhtojlarga yo'naltirilgan bo'ladi. Bu holatda qo'shaloq yordamning oldini olish maqsadida bir qancha mezonlar qo'llanilishi mumkin. Yaqinda yashash joyini o'zgartirganlar yoki pasport ma'lumotlarini yangilaganlar. Agar siz yaqinda bir hududdan boshqa hududga ko'chgan bo'lsangiz yoki pasportingizni almashtirgan bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasining markaziy bazasida hali yangilanmagan bo'lishi mumkin. Bu holatda avtomatik to'lovlar kechikishi yoki amalga oshmasligi mumkin, chunki tizim eski ma'lumotlar bilan ishlaydi. Bu esa o'z navbatida sizdan faol harakat qilishni talab qiladi. Tuzoqlar va xavflar. Firibgarlar bu kabi maxsus to'lovlar e'lon qilingan paytda firibgarlar ham faollashadi. Ular o'zlarini pensiya jamg'armasi yoki bank xodimlari deb tanishtirib, sizning bank kartangiz ma'lumotlarini, PIN kodingizni yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rashi mumkin. Qat'iyan eslab qoling, hech qanday davlat tashkiloti yoki bank xodimi telefon orqali sizning bank kartangiz PIN kodi, TÜV kodi yoki ism xabarda kelgan maxfiy kodlarni so'ramaydi. Agar kimdir bu kabi ma'lumotlarni so'rasa, bu firibgarlikdir. Bunday holatlarga duch kelsangiz, darhol aloqani o'zing va huquqni muhofaza qilish organlariga xabar bering. Byurokratiya va ma'lumot yetishmasligi. Ba'zan mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limlarida ma'lumotlar yangilanishi kechikishi yoki ayrim xodimlar barcha yangi qonun hujjatlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasligi mumkin. Bu esa sizning murojaatingizni ko'rib chiqishda kechikishlarga yoki noto'g'ri maslahatlar berilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda qat'iyatli bo'lish va yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qilishdan qo'rqmaslik kerak. Noto'g'ri ma'lumotlar bu to'lovlarni ololmaslikning eng keng tarqalgan sababidir. Yuqoridagi misollarda aytib o'tganimizdek, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, oilaviy holatdagi o'zgarishlar yoki nogironlik guruhini tasdiqlovchi hujjatlardagi eskirgan ma'lumotlar to'lovning kechikishiga yoki umuman amalga oshmasligiga olib kelishi mumkin. Har doim o'z ma'lumotlaringizning dolzarbligini tekshirib turishga odatlaning. Huquqlaringizdan bexabarlik, ko'pchilik nafaqaxo'rlar o'zlariga qaysi imtiyozlar tegishli ekanligini bilmaydi. Hukumat qarorlari va prezident farmonlarini kuzatib borish, ijtimoiy himoya agentliklarining rasmiy saytlarini muntazam tekshirib turish muhim. Noaniq jihatlar va muhim nuanslar.
Faol harakat va kutish o'rtasidagi farq. Ba'zi to'lovlar, masalan, barcha ma'lumotlari yangilangan Ikkinchi jahon urushi faxriylariga avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Bu holatda siz kutishingiz mumkin. Biroq, agar sizning ma'lumotlaringizda noaniqliklar bo'lsa yoki sizning toifangiz avtomatik ro'yxatga kiritilmagan bo'lsa, sizdan faol harakat talab qilinadi. Qaysi holatda ekanligingizni aniqlash uchun tekshiruv o'tkazish juda muhim. Uy xo'jaligining daromadlari tekshiruvi ba'zi moddiy yordam turlari uchun nafaqaxo'rning shaxsan o'ziga emas, balki u yashayotgan uy xo'jaligining har bir a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromad ham hisobga olinishi mumkin. Ya'ni, agar uy xo'jaligining daromadi ma'lum bir chegaradan yuqori bo'lsa, nafaqaxo'r moddiy yordam olish huquqidan mahrum bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa kam ta'minlangan oilalarga yordam berishga qaratilgan dasturlarda kuzatiladi. Shunday holatlarda o'zingizni haqli deb hisoblasangizda, daromad darajasi sababli rad javobini olishingiz mumkin. Murojaat qilish muddati va to'lov muddati bir may ko'pincha to'lovlarni amalga oshirishning oxirgi muddatini anglatishi mumkin. Lekin sizning arizangizni topshirish muddati bundan oldinroq tugagan bo'lishi mumkin yoki aksincha, aynan shu muddatgacha murojaat qilish orqali siz to'lovni ta'minlashga ulgurishingiz kerak bo'ladi. Har doim aniq muddatlarni tekshiring. Aksariyat hollarda, agar siz bir maygacha pulni olmagan bo'lsangiz, demak, shu kungacha yoki undan keyin darhol murojaat qilishingiz shart. Shikoyat qilish jarayoni. Agar sizga moddiy yordam berishdan asossiz ravishda bosh tortilsa, siz shikoyat qilish huquqiga egasiz. Bunday holatda pensiya jamg'armasining yuqori turuvchi organlariga, xalq qabulxonalariga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Har doim murojaatlaringizning nusxalarini va ularning ro'yxatga olinganligi haqidagi tasdiqnomalarni saqlab qo'ying. Mahalla qo'mitalarining roli, mahalla fuqarolar iginlari, ayniqsa ijtimoiy xodimlar orqali aholining zaif qatlamlarini aniqlashda va ularning arizalarini rasmiylashtirishda muhim rol o'ynaydi. Agar sizda pensiya jamg'armasiga borishga qiynalsangiz yoki hujjatlarni tayyorlashda yordamga muhtoj bo'lsangiz, birinchi navbatda mahallangizga murojaat qiling. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak? Hurmatli tomoshabinlar, endi sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Agar siz bir maygacha sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan maxsus to'lovlarni olmagan bo'lsangiz, quyidagi amallarni bajaring. 1. Qadam: huquqingizni aniqlashtiring. Tegishli hukumat qarorlari va prezident farmonlarini ko'rib chiqing. Bu hujjatlarni Lex.uz sayti, hukumat portalining rasmiy sahifalari yoki ijtimoiy himoya agentligining veb-saytlaridan topishingiz mumkin. Odatda bu hujjatlarda kimlarga, qancha miqdorda va qaysi muddatlarda to'lovlar amalga oshirilishi aniq ko'rsatiladi. Mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limi yoki mahalla fuqarolar iginiga murojaat qiling. Telefon orqali yoki shaxsan borib, o'zingizning toifangiz ushbu imtiyozli to'lovga ega ekanligini tasdiqlashingizni so'rang. Bu dastlabki tekshiruv sizga keyingi harakatlaringizni aniqlashga yordam beradi. 2. Qadam: bank hisobingizni yoki pensiya kartangizni tekshiring. Agar sizga to'lovlar avtomatik tarzda amalga oshiriladigan toifaga kirsangiz, pul allaqachon tushgan bo'lishi mumkin. Buning uchun mobil ilovalar, atmlar orqali yoki bank filiali xodimlari yordamida hisobingizni tekshiring. Agar siz nafaqani naqd pulda qabul qilsangiz, pochta bo'limiga yoki pensiya jamg'armasi to'lov bo'limiga murojaat qilib, to'lovlar borasida ma'lumot oling. Ba'zan to'lovlar naqd pulda tarqatiladigan hollarda kechikishlar bo'lishi mumkin. 3. Qadam: agar pul tushmagan bo'lsa va siz o'zingizni huquqli deb hisoblasangiz, tezda harakat qiling. Qayerga borish kerak? Mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limi. Bu sizning asosiy manzilingiz bo'lishi kerak. Ular sizning ma'lumotlaringizni tekshirib, vaziyatga aniqlik kiritishlari mumkin. Mahalla fuqarolar igini. Agar sizda pensiya jamg'armasiga borishda qiyinchilik tugilsa yoki qandaydir yordamga muhtoj bo'lsangiz, mahallangizdagi ijtimoiy xodimlar yordam berishga majbur. Ular sizning arizangizni rasmiylashtirishda ko'maklashadi, hujjatlarni to'plashga yordam beradi va kerak bo'lsa, siz bilan birga pensiya jamg'armasiga borishi mumkin. Xalq qabulxonalari: agar yuqoridagi tashkilotlarda sizning muammoingiz hal bo'lmasa yoki murojaatingiz e'tiborsiz qoldirilsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalariga murojaat qilishingiz mumkin. Bu eng yuqori darajadagi shikoyat qilish imkoniyatidir. Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Pasport, original va nusxasi.
Bu sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Pensiya guvohnomasi daftarchasi sizning nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat. Bank kartasi ma'lumotlari, bank kartangizning raqami, agar to'lov kartaga o'tkaziladigan bo'lsa. Maxsus holatingizni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi guvohnomasi, nogironlik guvohnomasi, yolg'iz keksalar uchun mahalla tomonidan berilgan ma'lumotnoma. Agar siz maxsus toifaga kirsangiz, bu hujjatlar juda muhimdir. Oldingi murojaatlar yoki pensiya jamg'armasi bilan bo'lgan yozishmalar, agar siz avvalroq shu masala bo'yicha murojaat qilgan bo'lsangiz, o'sha hujjatlarning nusxalari ham qol kelishi mumkin. Nima yozish kerak ariza murojaatnomada? Ariza boshida siz murojaat qilayotgan tashkilot nomini, masalan, O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining Toshkent shahar Chilonzor tumani bo'limi boshligiga o'zingizning to'liq ism-sharifingiz, yashash manzilingiz va aloqa telefon raqamingizni aniq ko'rsating. Ariza matnida o'zingizning pensiya raqamingizni aniq yozing. Sizni ushbu to'lovga haqli qiluvchi aniq prezident farmoni yoki hukumat qarori raqamini va sanasini ko'rsating. Bu hujjatlarni yuqorida aytib o'tilgan rasmiy saytlardan topishingiz mumkin. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil kun oydagi sonli qaroriga yoki sonli farmoniga asosan to'lov sizga hali amalga oshirilmaganligini va uni olishingizni so'rab murojaat qilayotganingizni aniq bayon eting. Arizangizga barcha yigilgan qo'shimcha hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Arizangizni 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini pensiya jamg'armasida ro'yxatdan o'tkazib, unga ro'yxatga olish raqami va sanasi tushirilgan shtamp bostirib, o'zingizda saqlab qoling. Bu keyinchalik kerak bo'lishi mumkin bo'lgan muhim dalildir. Muhim maslahatlar. Tez harakat qiling. Bir may yaqinlashmoqda. Muddat tugashidan oldin yoki imkon qadar tezroq murojaat qilishga ulguring. Agar harakatlanishda yoki ma'lumotlarni tushunishda qiyinchilikka duch kelsangiz, oila a'zolaringizdan yoki ishonchli shaxsdan yordam so'rang. Ular sizga murojaat qilishda, hujjatlarni to'plashda yordam bera oladilar. Murojaat qilayotganingizda xushmuomala bo'ling, lekin qat'iy turing. O'z huquqlaringizni bilishingizni va ularni himoya qilishga tayyor ekanligingizni ko'rsating. Hech qachon yordam uchun hech kimga pul to'lamang. Davlat xizmatlari bepul. Agar kimdir sizdan pul so'rasa, bu korrupsiya holati bo'lishi mumkin va bu haqda tegishli organlarga xabar bering. Ijtimoiy himoya agentligining 1140 ishonch telefonidan foydalaning agar mavjud bo'lsa. Bu raqam orqali sizga tegishli savollarga javob olishingiz yoki shikoyat qoldirishingiz mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videomizda 1 maygacha nafaqaxo'rlar olishi kerak bo'lgan maxsus to'lovlar haqida juda batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Tushuntirishlarga ko'ra, bu to'lovlar barcha nafaqaxo'rlarga emas, balki aniq belgilangan imtiyozli toifalarga beriladi. Ko'rib turganingizdek, ko'pchilik bu to'lovlarni avtomatik tarzda oladi. Ammo ma'lumotlardagi xatolar yoki ma'lumotlarning eskirganligi sababli ayrim nafaqaxo'rlar bu imkoniyatdan mahrum bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning huquqlaringizni bilish, ma'lumotlaringizni tekshirib turish va kerak bo'lganda faol harakat qilish juda muhimdir. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz yoki yaqinlaringiz bu to'lovlarni oldingizmi? Qanday muammolarga duch keldingiz? Sizning tajribangiz boshqalar uchun ham juda qimmatli bo'lishi mumkin. Bu videoni foydali deb hisoblasangiz, albatta like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu muhim ma'lumotlar boshqa nafaqaxo'rlarga ham yetib borishiga yordam beradi. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.